Ko'pchilik taniydi Zeramax Odil aka. Mana shu Matiz'ni shu akaga proyekt qilib berdilar. Siz ko'rganmisiz rangini? Yo'q. Men ham ko'rmaganman. Menimcha sizlar ham ko'rmagansizlar. Akalar, mehr ko'zi dilqirali bo'lmasin. Nima deysiz do'stim, ochamizmi? Ochamiz, rangini ko'rsatasiz. Yo'lni boshladingiz, chiroyli davom ettirdik deb o'ylaymiz. Lekin akalar, proyektda bitta kishining hissasi qo'shilmaydi. Juda ham katta komanda bu mashinani ustida ishladi. Aka, o'zingiz ochib bering bitta endi. O'zingizdan bu. Ochamizmi? Oching aka, ketdi. Voy onasining nima rang bu? Hech nimasi qolmadi. Dajan salonni samarangizlargacha almashtirib tashladik. 909 mijikarlar taqildi. Salon ham. Voy, salon ham ikki xil qilinibdi. Mana farasini qaranglar. Qanaqadir sizga har doim farq beradigan Shohazim akamiz. Baraga topsinlar. Baraga topsinlar. Salonga kiramiz akalar. Voy, Mersrul, obshivkalar, sidinalar, patololar, hammasi tikilgan aka. Akalar, shuncha mehnatga prosta yurishni qizartirib qo'ymasangiz, rozi emasmiz.